ingliz tilini o'rganish oson, lekin C1 olish qiyin. Nemis tilini o'rganish qiyin, lekin C1 olish oson. Ko'pchilik o'sha kommentariyalarda so'rashganda, qanaqa daraja kerak C1 desam, hammasi qo'rqib ketgan. Voy, C1 olish shartmi, B2 bo'lsa bo'lmaydimi deb. Ya'ni C1 deyishsa, endi ingliz bizda ko'pchilik inglizcha bilishadi-yu, inglizchadan C1 olishgan, boshqa qilishgan va uni qiyinligini bilishadi. Shuning uchun hamma o'ylaydiki, nemis tili o'zi qiyin til bo'lsa, C1 yana ham qiyin bo'lsa kerak deb o'ylashadi. Lekin unaqa emas. Nemis tilida C1 imtihoni oson. Masalan, ingliz tilida IELTS olganlar bo'lsa, buni bilasizlar, qanaqa qiyinligini. IELTS bu butun o'sha C2 darajada tuziladi va hamma o'zini darajasidagi savollarga javob bera oladi, qolganiga javob bera olmaydi. Lekin nemis tilida esa, masalan, Goethe sertifikatini oladigan bo'lsak, bunda o'sha C1 ni olish qiyin emas, chunki bu modullardan tashkil topgan. Masalan, gapirishdan o'ta olmadingizmi, qolganidan o'tdingizmi, o'sha o'tganlari saqlanib qoladi. Uni qayta o'tishi shart emas. Va nemis tilini C1 ni yana bir afzal tomoni, bunda srok yo'q. Bir marta sertifikat oldingizmi, buni srogi bir umrga. Shuning uchun o'rtoqlar, C1 degandan qo'rqmanglar. C1 nemis tilida bu hech ham muammo emas. Masalan, o'zim ham shaxsan C1 ga topshirganimda yonimda sherigim bo'lgan, o'sha sherig bilan kiriladi, IELTSdagidek alohida kirilmaydi. O'sha sherigimni gapirishini eshitib hayron qolganman. U xuddi bir darajadagidek gapirganda, lekin u qolgan qismlardan o'tgan. Bu degani, agar nemis tilida bilimingiz aslida B2 darajada bo'lsa ham, lekin siz C1 imtihoniga topshirsangiz, tayyorlanib yaxshilab o'ta olasiz degani. Bunda 100% 100 balldan 60% ball yig'sangiz bo'ldi, C1 olasiz.